Qadr kechisining alomatlari. Ey Alloh, bizlarni seni ko'p zikr qilishga, sana loyiqida ibodat qilishga va bergan ne'matlaringga loyiqida shukr qilishga muvaffaq qilgin. Amin. Muborak Ramazon oyining oxirgi 10 kunini qadam qo'yish bilan birga musulmonlar odatdagi kechalar ichidan 1000 kechadan yaxshi bo'lgan Qadr kechisini tepish haqida izlanadi. Chunki Qadr kechisida yaxshi amallarni qilish Allohning dargohida odatdagi kechalarda 1000 kecha ibodat qilgandan yaxshi. Kim Qadr kechisini izlanib qilgan taat ibodat va qiyomlari Qadr kechisi bilan udulashsa, Qadr kechisining katta barakati va Qadr kechisi ibodat qilishdan iborat katta ajri va fazilatga erishadi. Chunki payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan: kimiki Qadr kechisida Allohdan iymon va ajri umid qilib qiyomda tursa, uning ilgirki gunohlari kechiriladi. Buxoriyda Ubarat ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: ikki kishining Qadr kechisi qachon bo'lganligi haqida talash tartish qilib, avozlari ullik chiqib ketganlik uchun Qadr kechisi haqida ta'lim berish uchun chiqdim. Sizlarning bu talash tartishinglarda yaxshilik bo'lishi mumkin. Qadr kechisini Ramazonning 25, 27, 29 kunlari izdanglar. Sahih Muslimda Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: tushimda menga Qadr kechisining qachon bo'lganligi bildirilgan edi. Biroq oilamdagilardan birisining uyg'otayotganligidan unutib qoldim. Qadr kechisini Ramazonning oxirgi 10 kunini izdanglar. Yuqorqi ikki hadis Qadr kechisining qachon bo'lganligi payg'ambar alayhisalomga bildirilgan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar alayhisalomning unutib qolganligini. Gerçi Qadr kechisi biror vaqtga muqimlashtirilmagan bo'lsa-mu, biroq eng kuchli dalillarga asoslanganda yanla Ramazonning oxirgi 10 kuniga muqimlashganligini bildirdi. Shariatning Qadr kechisini muqim birla vaqtga bekitib qo'ymay, uning ma'lum alomat va ayrim xususiyatlarini bildirishdagi hikmat bo'lsa, musulmonlarni ibodatda baslashga va oxiratdagi uchun ko'proq tayyorlik qilib olishga rag'batlantirganlik. Bu kechada Qadr kechisi bo'lgan vaqtdagi alomatlar va Qadr kechisi oxirlashgan vaqtdagi alomatlar bor. Biri qizg'in va tetik holda qiyom qilib, Qadr kechisini tepishga muvaffaq bo'lganlarga ajri berdiganligidek alomat. Yana biri bo'lsa, Qadr kechisida yaxshi amallarni qilganlarga mo'l ajrning bishorat berilishi bilan birga sal qarab Qadr kechisini topolmaganlarga hasrat nadomatlarning bo'ldiganligidek alomatlardan iborat. Qadr kechisi bo'lgan vaqtdagi alomatlar bo'lsa, Ubarat ibn Samit radhiyallohu anhuning rivoyatida isbotlanadi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Qadr kechisining belgisi bo'lsa, Qadr kechisi bo'lganda butun olamda xuddi oy parlagandek intayin suzuklik va jimjitlik bo'ladi. Havo sovuqmi ham issiqmi bo'lmaydi. Hatto tong otqicha osmonni jin shaytondan himoya qilish uchun yulduzlar va ushqunlar etilmaydi.